yoshligimda o'zi faqat kuchli aktyor bo'lishni xohlagan. Travmalar ko'chada olganman. Sho'xlik. Mutaxassislik bo'yicha o'zim elektroenergetik. O'sha negativchilarning bori ham yaxshi ekan. Ozgina umrimni yo'qotganman deb hisoblayman. Toshkent shahrida Qoraqamishda sport zaliga qatnaganman. Dilshod aka ismlari. Jizzax viloyatida o'qiganimda Bunyod aka ustozim bor, Bunyod aka degan. Hozirgi kunda men transformatsiyamga o'zi nazorat qilgan ustozim Ahad Xudoyorov. Endi nima qilaman? O'zingni qo'lga ol. Men yaxshi ko'rib bajaraman kasbimni. Ertalab turaman, zalga shoshilib kelaman. Jirniy odam keldi sizga, misol uchun jirniy odam keldida, necha oyda qancha vaqtda men ozg'in bo'lib qolaman. Unda menga ham savol bermang. Hozirgi kunda rahbar kerak emas, oldin ham kerak bo'lmagan. Urush davrida ham lider kerak. Rahbar hech kimga kerak emas. O'zi bilan tortadigan sarkarda kerak, lider kerak. Assalomu alaykum, Jahongir aka. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimizni, ya'ni ilk podkastimizni boshlashdan oldin bizni ko'rib turgan, qolaversa eshitib turgan tinglovchilarga ikki og'iz qilib o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men ismim Jahongir. Jizzax viloyatida tug'ilganman. Hozirgi kunda Samarqand viloyat Samarqand shahrida fitness murabbiy hamda dietolog sohasida ishlab kelaman. Endi Jahongir aka, meni bugun maqsadim tomoshabinlar bilan birgalikda siz haqingizda iloji boricha ko'proq informatsiyaga ega bo'lish bo'ladi. Sababi hozir Samarqandda qolaversa Samarqanddan tashqarida ham katta auditoriyangiz bor. Va sizni kuzatib turuvchi va shu muxlislar uchun bugungi suhbatimiz menimcha qiziqarli bo'ladi. Balkim bugun bizga hali hech kim bilmagan, ko'rmagan qirralaringiz ochiladimi? Balkim biladi. Endi suhbatimiz davomida bilib olamiz. Xo'sh, uzoqdan boshlayman. Har bir inson o'smirligidami yoki bolalik paytlarida bo'lsin, katta bo'lib kelajakda palonchi yoki pistonchi kasb egasi bo'laman deb orzu qiladi. To'g'rimi? Albatta. Biz trener, nutritsiolog, murabbiy sifatida bilamiz. Bolalikdan shu kasbni orzu qilib kelganmisiz yoki boshqa kasbni orzu edimdingiz? Yo'q, men o'zi bolalikdan juda ham aktyor bo'lishni xohlaganman. Bu sohada men murabbiy bo'laman, imенно fitness sohasida murabbiy bo'laman deb o'ylamaganman, chunki bu fitnessga kirishimdan oldin ham borsovskiy sferada professional karyeram bo'lgan. Boshqa sport turlarida qatnashganman, musobaqalarga, titullarga. Yoshligimda o'zi faqat kuchli aktyor bo'lishni xohlaganman. Maktabda o'qib yurgan paytim Ulug'bek Qodirov, Farruh Soyipov, adashmasam-da. Alisher Uzoqmasov, Farruh Soyipov bilan Ulug'bek Qodirov ko'proq. Kuchliroq aktyor bo'lgan. Ko'proq bu aktyorlar ko'proq yoqadi. Endi qiziqqanman, uni aslida o'zim imенно kumir qilib emas, ularni ijodini kuzatib вообще qattiq qiziqqanman shu sohaga. Qo'l jangi bilan shug'ullanganman dedingiz-a boya. Yaxshi. Barsovskiy qo'l jangi bilan shug'ullandim dedingiz. So'ramasdan iloji yo'q. Men aniq bilaman, agar qo'l jangi bilan shug'ullangan har bir inson albatta olingan bir jarohatlari bo'ladi. Endi burnida, qo'lida, oyog'ida har qanaqasiga bo'lmasin. Sizda ham bo'lganmi shunaqa jarohat? Olganmisiz? Jarohat endi aynan o'sha tatamida yoki ringda olinmagan, ko'chada bo'lgan. Ko'chada? Travmalar ko'chada olganmiz. Sho'xlik. Sho'xlik emas u. Qaysidir ma'noda nima deydi, bevali daraxtga hamisha tosh otilgan. O'shaning uchun bilmayman, qandaydir menga ko'pchilik tegingiz kelaverganmi yoki yutgan paytlarimiz alam qilganmi kimlargadir. O'shaning uchun yolg'iz yurishimizni poylashibmi, uyushtirilgan bo'lishi mumkin. U haligacha tagiga yetilmagan narsalar. Chunki men o'zim ham oxirigacha unaqa ketidan sudramaganman unaqa narsani. O'zimga pozolat ko'rmaganman, chunki ham kechasi bo'lgan u ichki ishlar xodimlariga chaqirib murojaat qilish, u narsa u paytlari teng bo'lib bizning anaqamizga to'g'ri kelmasdi. Hozir ham bizga to'g'ri kelmaydi-yu, hozirgi yoshlarga yoki hozirgi davrda bu narsa oddiy holat bo'lib qoldi-ku. Bizning davrimizda zapodloy edi ichki ishlarga yozish, ularga murojaat qilish. Biz o'zimiz ko'chada o'zaro hal qilib olganmiz uni. Bir o'zingiz qanaqadir talpaning ichida qolib ketgansiz? Shunaqa, ko'pchilikning o'rtasida qolib ketib. Shunaqa. 5-6 marta bo'lgan unaqa narsa, shu 3tasida burnim qattiq sinib, boshim ham qattiq lat yeganda. Agar sir bo'lmasa, mutaxassislik bo'yicha kimsiz?
Mutaxassislik bo'yicha o'zim bakalavriatim elektr energetik. Elektr energetik. Institut davrida eng yoqimli va yoqimsiz narsalar nima bo'lgan? Institut o'qish davrida asosan nima deydi, do'stlar orttirganman. Eng yoqimli yoqimli taraflari har bir talabani. Do'stlar orttirganman, qaysidir bir ma'noda talabani davri bo'ladi-ku, o'shani his qilganman. Shu soha bo'yicha ketmadik. Ozgina umrimni yo'qotganman deb hisoblayman. Chunki bu bakalavriatga o'zim xohishim bilan topshirmaganman-da. Uydagilar xohishi bilan-da. Oliy ma'lumotli bo'lgan, davlat ishida ishlagan deb aytishgani uchun topshirganman. O'shaning uchun kirib o'qiganman. Shunchaki oliy ma'lumotli bo'lishingiz uchunmi yo aynan mana shu kasb bo'yicha yo'naltirishganmi? Nima deydi? Shunchaki ham oliy ma'lumotli bo'lish uchun ham iloji boricha sohada ishlaydi, davlat ishida ishlasin degan ma'noda. Agar sir bo'lmasa, qaysi institutda? Jizzax, Samarqand? Jizzax politexnikada. Jizzax politexnika. Hozir ham borib ishlasangiz bo'ladi-da. Hozir ham borib ishlasam bo'ladi. Bayramlarda asosan shashlik pishirganda ishlatib turamiz. Diplomni. Yaxshi. Yoqtirmagan narsalaringiz nima bo'ldi? Institut davrida eng yoqtirmagan narsalaringiz? Yoqtirmagan narsalarim umrim o'tgani, vaqtim o'tgani faqat. Endi umrimdan hech qachon afsuslanmayman, faqat vaqt o'tgani, besamar o'tgani o'sha narsa sal yoqmaydi hozirgacha. Chunki mana shu sohaga vaqtliroq kirganimda kuchliroq bo'lardim degan baribir tushuncha aylanib yuradi. Afsus yo'q-u. Baribir nima deydi? Erishadigan narsamizga necha yoshda bo'lsa ham erishamiz. Kimdir 30, kimdir 35, kimdir 40 yoshda bor. Nasib qilgan deganda bo'ladi-ku. Endi balkim hamma narsani ham o'zini vaqtida bo'lgani kerakdir. Shunaqa. Shunaqa deb qo'yamiz. Lekin baribir shu orada fursatdan foydalanib yoshlarga ham o'zini sevgan, o'zini yaxshi ko'rgan kasbida ketishini tavsiya beraman. Unga qarshilik qilmasliklarini, mana shu yo'nalishda oldimi, mana shu yo'nalishda ketishlarini tavsiya beraman. Boyagidek o'zi xohlamagan tarzda nima deydi, tushunmasdan faqat diplom uchun emas. Mayli, пожалуйста, o'qisin, o'qish kerak. O'zini sohasi bo'yicha. Mana o'zim soham bo'yicha o'qiganman-da. Kech bo'lsa ham. Kech bo'lsa, sal keyinroq bo'lsa. Hozir bu narsaga hali yetib kelamiz. Endi eng qiziq joyga yetib keldik. Eng qiziq joyga. Nima sababdan bodybuilding sohasiga kirib keldingiz? Nima sabab bo'ldi? Olingan jarohat shu narsaga sababchi bo'ldimi yoki havas orqali kirib keldingizmi? Albatta bu juda bir og'ir tema, chunki men o'sha borsovskiy sferamni to'xtatishimga sababchi bo'lgan bu travmalar boshdan lat yegani, burun singani. Doktorlar ruxsat bermagan, tushishga ruxsat berishmaganda changga. Shu narsa ham. O'shaning hisobiga men fitness bodybuilding o'zimni formamni поддерживать qilib yurish uchun o'zi o'tganman. Tipa чисто любительский. Aytdim-ku, men umrimda o'ylamaganman fitnessga, bodybuildingga kirib, bunaqa muskullarimni shirib kattaroq narsa bo'laman yoki unga qiziqmaganman-da, chunki biz borsovskiy sferada yurganmiz. Bunga qaysidir ma'noda bir teskari sohada, qanaqa yo'q, bitta sport ikkalasi ham. Yomon anaqa emas, yo'nalish emas. Albatta. Просто anaqa mышцalari qotib qolsa, og'ir harakatli yoki dixaniyasi o'tirib qolib, biz qisqa qilib aytganda kachoklarning ustidan kulardik o'sha paytlar. Именно o'zim mana shu narsaga tushib qolishimni o'ylamaganman-da. Sizlar anaqa nima deydi? Qancha og'irroq bo'lsang, чем громче падаешь deb biz kulardik-la. Чем больше шкаф, тем громче падаешь. Чем больше громко падаешь derdik-da, biz kulardik. Aylanib mana shu sohaga o'zim kelib qolganman, что baribir chunki tushunib yetdim, hozirgi kunda hammaga ayta olaman, что любой sport ustasini oxiri mana shu yo'nalish. O'zini formasini поддерживать qilish uchun, тем более mana hozir rivojlandi bu soha. Sog'lom turmush tarzi, o'zini formasini поддерживать qilish uchun mana shu suyaklarni ushlab turadigan bu mышцалар hisoblanadi. Shunday. O'sha mышцаларni biz перекачивание qilib qonni aylantirib turishimiz kerak bo'ladi. Чтобы o'sha bo'g'imlarda ham qon yaxshi aylanib turish hisobiga bo'g'im yemirilmasligi uchun mышцani ushlab turish uchun. Chunki bizani mana shu mышцалар ushlab turadi. Mышцалар ushlab turadi. Qariganimizda ham mana shu mышцалар bizani dalishga ushlab turishi uchun biz buni перекачивание qilib turishimiz kerak bo'lar ekanda. Hammani oxiri baribir mana shu narsa bilan, смысл shu bilan to'xtaydi baribir. O'shaning uchun bu juda ham yaxshi sport deb o'ylayman. Odamning qomatini chiroyli saqlab turish,
sog'lom saqlab turish, uzoq yillar davomida o'zini xizmat qilishda, bu mышцalar uzoq yillar davomida xizmat qilish. Chunki bu mышцalar biz saqlab qolmasak, bizani tark etadi. Mышца bizga nagruzka uchun chiqarilgan. O'zini kachat qilib turish kerak, перекачивание qilib. Shu qariganda, что bizani bo'g'imlarimiz ko'tarmasligi uchun. Qaysidir ma'noda bo'lmasin, u mышцalar doim ishlab turishi kerak. Albatta. Tana doim harakatda bo'lishi kerak. Albatta. O'shandagina inson sog'lom qanaqadir bir hayotda o'zidan unisini kechiradi. Juda ham yaxshi. Yaxshi. Demak, o'sha institut bitirganingizgacha yo bo'lmasa bitirgandan keyin bodybuilding sohasiga kirib keldingiz. Bitirmasdan oldin. Bitirmasdan oldin. Jarohatlar bu narsaga sababchi bo'ldi-yu. Bu sohaga qayerdadir o'qish kerakmidi? Malaka oshirish kerakmidi? To'g'rimi? Endi ko'chadan kirib kelib, ikkita упражнение bajarib, misol uchun, bo'ldim, men murabbiyman deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunaqa. Qayerda o'qigansiz, malaka oshirgansiz, balkim hozir bizni ko'rib turgan yoshlar deymizmi, o'ziga bir maqsad qilib qo'yar. Bu qayerga borib murojaat qilishni bilishi uchun deymanda endi. Bu sohada endi обязательно o'qish kerak, shart degani emas. Lekin o'qisa o'zi uchun yaxshi bo'ladi, chunki hozir O'zbekistonda единственный o'qitadigan anaqa ochilgan yo'nalish kurs bor O'zbekistonda. O'zbekiston bo'yicha kurs bor, shunaqa международный kurs, uni diplomlari nechtadir mamlakatga o'tadi, международныйda. Umumjahon. Nechtadir davlat bor ro'yxatida, juda ko'p. Точно bilmayman. Lekin asosan bu sportda praktika. Amaliyot juda katta rol o'ynaydi. Amaliyot. Mana men o'zim boshimdan 3 ta operatsiya, bitta kuchli travma, o'sha travmani operatsiya qilishmoqchi bo'lgan, men qildirmaganman-da. Чисто sportivniy lechit qilganman. Mana shu sohada travma nima, doktor nimaligini juda yaxshi bilaman-da. Boshdan o'tkazgan, anaqa tabib emas, boshdan o'tkazgan tabiblikda. O'shaning uchun bu sohada ko'proq praktika, o'zingiz ustida amaliyot qilasiz, odam anatomiyasini o'rganasiz. Ham farmakolog, ham boyagidek dietolog, nutritsiolog bo'lib ketasiz mana shu sohada. Polniy odam anatomiyasini kuchli o'rganib olasiz. Va albatta o'qish masalasiga keladigan bo'lsak, Smart Fitness Academy'da o'qiganman kursida. Smart Fitness Academy'da. O'zbekistonda, Toshkent shahrida международный kursi bo'ladi. Bu kursda agar 3 oy davomida har xil kurslari bor, o'qiganingizdan keyin imtihondan o'ta olsangiz diplom beradi, o'ta olmasangiz sertifikat beradi. Unda biomexanikadan, meditsinadan, biologiyadan, fanlardan imtihon topshirasiz. Meditsina sohasidan ham bilimga ega bo'lish kerak deyman. Da, meditsinadan bilimga ega bo'lish kerak bo'ladi. O'sha o'qish jarayonida bu narsalarni o'rgatishadimi? Da. Ya'ni bazaviy qilib o'rgatishadi. Olib ketgan bola o'sha bazadan polniy qolgan kirishkilarni o'zi praktikasi davomida o'rganib ketaveradi. O'zi o'rganib ketadi. Juda shunaqa. Umumiy o'qish jarayoni 3 oy yoki 3 oydan 4 oygacha. 4 oygacha. Jahongir aka, o'qish jarayonida ustozlaringiz to'g'risida nima deya olasiz? Mana shu bodybuilding sohasida o'qiyotganingizda. Bodybuilding sohasiga kirib kelganimda, birinchi Toshkent shahrida Qoraqamishda sport zaliga qatnaganman. Dilshod aka ismlari. Juda ham bilimlari kuchli, farmakologiya, dietologiya, o'sha meditsina bo'yicha ham u Rossiyada o'qib kelgandi. O'sha paytlar O'zbekistonda yo'q edi. U kishi Rossiyada imенно shu soha bo'yicha o'qib kelgan, juda bilim tajribaga ega, kuchli bodybuilder bo'lgan. Sardor degan bolani ham musobaqaga olib chiqqan O'zbekiston chempioni. O'zbekiston chempioni. O'zbekiston Sardor degan bola. Toshkent shahrida istiqomat qilishadi bolalar. Hozir qatnashmay ketgan federatsiyaga ham. O'sha paytdagi nimalarni eng topoviy ustozlardan biri bo'lgan Toshkent shahrida. O'sha kishi birinchi men ustozlarim bo'ladi. Undan keyin Jizzax viloyatida o'qiganimda Bunyod aka ustozim bor, Bunyod aka degan. Undan keyin Smart Fitness Academy'da Vladimir Lapin degan ustozim bor. Vladimir Lapin. Tashqari odam anatomiyasidan Anastasiya degan o'qituvchimiz bo'lgan. Meditsinadan dars o'tishgan. Albatta 2015-yil Lokomotivga o'sha paytlari o'zi
Barsovskiy sferada yurgan paytimiz silovalarimizni podдержать qilish uchun lokomotiv zallarga chiqardik. O'sha lokomotivdagi sport zalga chiqardik. O'sha paytlari Ahad aka Xudoyorovni ko'rib qolganman ustozni. Hozirgi kunda men transformatsiyamga o'zi nazorat qilgan ustozim Ahad Xudoyorov. U kishi Instagram ochib boshidan onlayn kurs ochgandan boshidan birgaman u kishi bilan. Trenerlik faoliyatimni boshlaganimdan beri shuni sistemalardan ustozlik qiladilar menga. İlk faoliyatingizni boshlagan zal qaysi bo'ldi? İlk faoliyatimda o'qishni tugatib, malakani oshirib, trenerlik, murabbiylik sertifikatlarini olib, Smart Fitness Akademiyani bitirganimdan keyin Life Fitness zalida ishlashni boshlaganman. Life Fitness zalda boshladingiz. Lekin bu yerda ham hammasi silliq ketmadi shekilli, chunki bir narsadan xabarim bor. Boya o'zingiz ham aytdingiz, travma olgansiz. Yelkamda. Yelkada travma olgansiz. Yaqindagina uncha ham ko'p bo'lmadi, to'g'rimi? Shunaqa. Travmani qanaqa endi oldingiz? U bir mashq jarayonida bo'ldimi shu narsa yo bo'lmasa qanaqadir baxtsiz hodisami? Yo'q, u baxtsiz hodisa bo'ldi. Ikki kishi bo'lib narsa ko'tarib chiqayotganmiz. Zinada men pastki tomonda edim. Og'ir tomoni menda edi. Narsa ko'tarib chiqayotgandik. U qo'yib yubordida, banda qolib ketdi-da. Chap tomonim bilan o'tib ketib qoldi. Tortib yuborgan hisobiga bitsepsni yelkaga ulangan muskulida ozgina ichida yirtiqcha bo'lib, suxajiliyada ozgina yirtiqcha paydo bo'lgan o'sha payt, yirtilgan. O'sha paytda. O'sha paytda natijasida. Keyin travmatologik больницаga mashg'ulot davomida bildim, keyin u narsani sirasi bilinmadi. Birdan bilmadingiz. Yo'q, keyinchalik bilindi. Mashg'ulot davomida jimlyoja qilayotganimda bilindi. Qart qildi, keyin travmatologik больницаga bordim. O'shanda aytishdiki, что operatsiya qilish kerak deyishdi-da. Boshqa joylarga bordik, operatsiya qilish kerak deyishdi. Men 3 marta operatsiya bo'lganim uchun o'sha operatsiya qildirishni xohlamadim. Keyin bitta travmatolog doktor baraka topsin. O'sha aytdiki, qo'ling boylab osib yurgan, qimirlatmadi dedi. Qo'limni boylab osib yurganman-da 3-4 oy. Pakoy berdi dedi. Pakoy berdi dedi. Endi o'sha paytda o'zingizni ustingizda bo'lgandan keyin juda anaqa shoshib qolar ekansiz. Ozgina tем более shu sohada ishlaysiz, karyerangizga qattiq ta'sir qilishi mumkin. Tushundim. Chunki bu sohada sal o'zingiz atletik formada bo'lib turmasangiz, insonlarga maslahat bersangiz yo ularni shogirdlikka olmoqchi bo'lsangiz, sizga shubha bilan qarashni boshlaydi. U insonlarga ko'pchilikka boshdagi bilim ko'rinmaydi-da, baribir ularni ayblab bo'lmaydi. Baribir formaga qarab, ozgina formaga qarab ham gaplashishadi insonlar. Lekin u mutaxassis boshidagi bilimi bilan ular anaqa qilisha olmaydi. Toki o'sha mutaxassis bilan ishlab ko'rib yoki bitta konsultatsiya olib ko'rmaguncha ular bilishmaydi. Shuning uchun ozgina dumkaga ham tushib qoldim. Shunday. Travmani olganingizdan keyin birinchi kelgan kallangizga xayol nima bo'ldi? Endi birinchi kelgan xayol endi nima qilaman? Endi nima? Endi nima qilaman dedim. Endi nima bo'ladi dedim. Shu sohada ishlayman. Samarqand shahrida ijarada turaman oilam bilan. Pensioner ota-onalarim bor. Jizzaxda, G'aldorol tumanida istiqomat qilishadi. Bu yerga o'zim oilamni olib kelganman. Endi o'zimga yarasha planlarim bor. Yosh oilamiz. Juda qattiq o'yga tushib qolganman. Bir muddat sal o'zimga kelishim qiyin bo'lgan. Keyin to'xta, o'zingni qo'lga ol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Boshingda bilimingni olmasa hech kim hech narsa qila olmaydi-ku. O'zingni tiklab ol deganman-da. Boshingda biliming bor-ku, harakatingni qilgin deganman-da. Qo'limni osib yurib bo'lsa ham Allohga tavakkal qilib, rizq Allohdan deb harakatim qilganman-da. O'tirib qolmaganman. O'zimni sohamda yana ham kerak bo'lsa kuchliroq ishlashga harakat qilganman. O'sha Life Fitnessda ko'p vaqtim bo'lgan, o'sha o'qigan paytimdagi kitoblarimni o'qiy olmaganman-da. Undan oldin bitta zalda ishlaganman. Imkoniyatim bo'lmagan o'qishga. Vaqt bo'lmagan. O'qishga borib kelaverganmiz. Imtihonga tushadigan savollarga tayyorlanganmiz. Boya aytganimdek, baza yo'q qilingan. Ichiga kirib o'qiy olmaganman-da. Aynan mana shu periodda ichiga kirib o'qib, meditsina, odam anatomiyasini ichiga kirib o'qishga vaqtim bo'lgan. Endi aytish mumkinki,
mana shu travma, olingan travma, umuman mana shu voqea sizni sal boshqacharoq vaziyatga qarashga bir majbur qildi. Да. Shunaqa. Nima deydi? Переосмысление. Именно odam anatomiyasini o'zimning ustimda o'rganishga majbur qildi. Boshqa tushmaguncha. Jahon, davay o'zing ko'tar, bo'ldi, всё. Vaqtdan to'g'ri foydalan. Vaqtdan to'g'ri foydalan. Bu narsani senga berdimi Xudo, bu travmani, bundan to'g'ri foydalan dedim. Vaqtdan to'g'ri foydalangin dedim. Keyin kerak bo'lsa shu o'zimning ustimda ishlashga tushdim. Mana shu именно, chunki qo'lingizni o'zida odam anatomiyasida 120 xil мышечный волокна bor-da. Plus-minus. 120 xil мышечный волокна bor. Bitta mышечный волокнingda shu narsa bo'pti. Qolgan 119 tasi bor-ku, nima duxing tushadi dedim-da. Sog'lom-ku. Sog'lom-ku, harakating qilgin dedim. Keyin bitta mana shu Samarqand davlat medinstitutida professor o'rtog'im bor. Hind o'zi, men bilan teng 96-yil. O'sha o'rtog'im aytdi, u anaqa qildida, MRTni ko'rdida, yech qo'ling degan dedi. Yech qo'ling degan dedi. Turda harakating qil. Sekin, eng kichkina gantelni odatda ishla dedi, qo'ling bilan. Mana shu mashq qilaverdi. Aylantirardi. Mana shu chap qo'limga qilaverdim har kuni. Qon aylansin dedi. Mana shu yerda dedi. Qanday sen shu sohani mutaxassisan-ku, sen nima uchun bunga qotirib qo'ygansan buni debdi. Действительно, yechamanki qo'lim mana shuna qotib qolganda. Ya'ni statishin turgan положениеda bitta положение turib qotib qolgan. Qotib qolgan. Ham o'ng tomonga nisbatan chap tomon ancha kichkina bo'lib ketgan, teng bo'ling. Ancha kichkina bo'lib ketgan. Keyin mana shunaqa qilib sekin o'sha keyin ustozlarim Ahad aka Xudoyorov bilan bo'ldi endi. Chunki biz Ahad aka bilan transformatsiyamizni ancha oldin boshlashimiz kerak edi. Operatsiya bo'lib qoldim, appenditsit. 3-operatsiya appenditsit. Appenditsit bo'lib qoldim, qolib ketdi transformatsiya. Undan keyin Smart Fitness Akademiya o'qish boshlanib ketdi. O'qishga Toshkentga qatnab, unga ham o'sha Samarqanddan Toshkentga qatnab, moliyaviy qiynalib qolib, vaqtdan ishda shogirdlarim yo'qotish bo'lgan. Chunki nima deydi? Bo'lmaganingizdan keyin shogirdlar sal ketishni boshlar ekanda, shubha bilan qarashni boshlar ekan. Ba'zilar bu bola bilim olyapti-ku, o'zini ustida ishlayapti-ku, shu bilimlarni bizning ustimizda anaqa qiladi-ku degan tushunchalar bo'lmaganda, ko'p ba'zilarda, ba'zi birovlarda, hammada emas. Nima demoqchiman? Что bilimni qo'llab-quvvatlash kerak. Bilim olayotgan insonni mayli pul jihatdan emas, hech bo'lmasa moralniy jihatdan yoki qaysidir ma'noda siz bilan birgami bitta yo'lda sabr bilan uni поддерживать qilish kerak deb o'ylayman. Lekin men ketganim bilan doim shogirdlarimga onlayn video dars tashlab ketganman har doim. Maqsadi bor inson onlayn ham qilaveradi. Maqsadi bor inson. Men hozirgi kunda ko'plab mutaxassislarda, fitness murabbiylarda offlayn, onlayn darsliklar bor. Va shaxsan menda ham onlayn darsligim bor. Men shunday hisoblayman, misol uchun Ahad aka ustozim bilan onlayn ishlaganman-da asosan. Asosiy periodim onlayn ishlaganman. Faqat oxirgi 2 oyda transformatsiyada shaxsan o'zlarim oldilariga borib, birgalikda mashg'ulotlarni o'tab 2 oy qatnadim oxirgi nimada. Maqsadi bor insonga onlayn ham yetadi. Mashq ko'radi, xohishi bor, forma qilmoqchi o'ziga, qomatini chiroyli qilmoqchi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Insonni o'zi. Главный xohish bo'lsa bo'ldi. Faqat o'sha to'g'ri yo'nalish bera olish kerak. To'g'ri yo'nalish. Biza programmani ustida juda qattiq ishlaymiz. Har hafta programmani boshqatdan ko'rib yozib chiqamiz. Biz har hafta har xil programma beramiz shogirdlarga. Chunki boya aytganimdek, мышечный волокnalar juda ko'p, muskul волокnalar juda ko'p. Ularning har bittasiga aksent berishga 1 oy vaqt yetmay qoladi. O'shaning uchun har hafta har xil nagruzkada, har xil sistemada, har xil mashq bilan ishlatamiz. Bizning sistemamiz shunaqa. Ahad aka bilan. Bizning sistemamiz shunaqa. Xudoga shukr, odamlar ustida ishlab kelyapti. O'zimni transformatsiyamni misol keltira olaman. 4 oy oldin qanaqa bo'lgan? Misol uchun forma, qo'limni osib, ozg'in bolacha. Hozirgi kunda behisob shukr ancha o'zimni oldingi formamga nisbatan ham более relyefniroq formaga qaytganman. Operatsiya qilmadim, rozi bo'lmadim dedingiz. Na, shunaqa. Bugungi kunda hozir travmangiz
to'la o'ziga keldimi, sog'lomlashdimi o'sha мышечный волокна yo haligacha sizni qiynab kelyaptimi? Yo'q, bu travma, grija, bo'ldi? travmalar, kesilgan joylarni operatsiya bo'lganman-ku. Butun umr biz bilan yashaydi travma. Shunday Prosta qoladi, o'sha travmani siz ukrepit qilib yurasiz atrofini. Mana misol uchun bitta voloknada travma bo'ldimi, qolgan atrofidagi voloknalarni ukrepit qilib yurasiz. Mana shu travma menga shu travmaga aksent bermasdan yonidagi voloknalarga aksent berishni o'rgatdi. Misol uchun bunaqasiga qilsam og'riq sal bilinishi mumkin. Men ugilda ozgina o'zgartiraman bo'ldi. Mana shu travma menga miyamni ishlatishni o'rgatdi, o'sha anatomiyada. Anatomiyasida, o'zimning anatomiyamda miyamni ishlashni o'rgatdi. Ya'ni ugillarni to'g'ri tanlashni, texnikani подобрать qilishni juda kuchli o'rgatdi, majbur qildi. Majbur bo'ldim. O'zim transformatsiyamda o'sha ugillarni to'g'ri tanlay bilishdi. Chunki travmasi bor odam bunaqa forma, tем более men o'zim bunaqa forma qila olaman deb o'ylamaganman. Hozir transformatsiyada ham rasm videolarda ko'rsangiz, chap tomon bilan o'ng tomonni deyarli farqi yo'q. Juda ham bir sinchkovlik bilan qaramas. Qaysidir momentda bir tashab ketgisi keldimi hammasini yoki yo'qmi? Bir lahzaga ham. Bir lahzaga. Bir lahzaga ham tashab ketish unaqa narsa bo'lmadi. Chunki menda juda kuchli maqsad bor edi. Tем более bu soha meniki. Bu sohada men ishlayman. Men uchun kerak bu narsa. O'zimni ko'tarmasam bo'lmasdi. Chunki hech kim meni ko'tarib qo'ymaydi. O'zim ko'tarmasam hech kim meni ko'tarib qo'ymaydi. O'shaning uchun ustozning oldiga borib, nima qilay endi, mana shunaqa bo'ldi, shunaqa bo'lyapti. Mana onlayn qilyapmiz, o'zimga qaytyapman. Lekin o'zimga qaytgunimcha ancha ko'p yo'qotishlar bo'lgan. Ya'ni shogirdlar ketib qolishi, boshqa narsa bo'lishi, boyagidek besabrlik orqasidan. Misol uchun odam sizga keladi, shogird sizga keldi, qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar. 1 oy, 2 oyda nimadir xuddi o'rganib qolib, volshebniy narsa bo'lib qoladi. Bizning sohamizda yo ozib qoladi, yo kachok bo'lib qoladi, shunaqa deb o'ylaydi-da. Birinchi oy bir anaqa azart bilan kirib, "Davay qilamiz" deydi-da, o'sha oyda bir oxirlari yo o'rtasiga kelganda nimaga o'zgarmayapman? Nimaga o'zi hamma vopros o'zida bo'ladi. Hamma vopros ko'pchilikda o'zida bo'ladi. Nafsida bo'ladi. Nafsini tiya olmaganligida bo'ladi. O'sha любой mutaxassisni, yomon mutaxassisni o'zi yo'q. O'sha mutaxassis aytganini to'liq qilib ko'rish kerak. Transformatsiya uchun qancha vaqt kerak deb so'raydi. U genetikangdan kelib chiqib, intizomga qay darajada amal qilishingga kelib chiqib bo'ladi bu narsa. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Aniq bir standart shablonlar. Jirniy odam keldi sizga, misol uchun jirniy odam keldida, to'la odam. Necha oyda, qancha vaqtda men ozg'in bo'lib qola olaman deb savol beradi sizga. Men aytaman, necha yil yig'dingiz buncha shuncha narsani deyman-da. Menga qarab qoladi. Necha yil yig'dingiz desa, o'sha savoliga javob oladi-da o'zi. Necha yil yig'dingiz deyman-da. Buncha unda menga ham bu savol bermang deyman-da. Xato savol-ku bu deyman. Bu savolingizga javobni men bilgandim, millioner bo'lib ketgan bo'lardim. To'g'risida men administratorlar sizga javob bergan bo'lardim. Men uyda o'tirib kontrol qilgan bo'lardim. Yo nimadir bormi, nimadir ichsam bo'ladimi deydi. Nimadir ichaymi? Ozdiradigan deydi. Unda men oldimga nima kelyapsiz deyman. Shunaqa narsa bo'lsa, ayting men do'kon ochaman-da, shunaqa narsa sotib o'tiraman deyman. Trenerlarga yig'ishtiraman. Balkim bularni hammasi bizni odamlarimizning ko'pchiligi folbinlikka yaxshi o'rganib qolishgan-ku. Qanchada bo'ladi, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, unaqa qilsa nima bo'ladi? Tipa shunaqa. Sabr, matonat degan narsa yo'q-da. Sabr, matonat degan narsa yo'q. Lekin bu narsalar katta rol o'ynaydi. Insonning o'zini transformatsiyasiga eng birinchi o'rinda sabr. Savolingizdan sal uzoqlashib ketdik. Men bu yo'l haqiqatda 2 oy Toshkentga qatnash 1 soatlik, 1,5 soatlik mashg'ulot uchun bu juda katta iroda. Kim uchundir bu narsa kulgili. Chunki kim uchundir erish tuyuladi. Kim uchundir endi o'zi bo'lmaydi. Shunaqa. Kim uchundir tipa video uchun yoki ochko uchun deb o'ylaydi. Lekin по сути buni tagida haqiqatdan ham ustozni davay qatna bo'lmasa zo'r kontent qilamiz. Zo'r kino qilib ber. Keyin oldimda ham shu mashg'ulot o'taysan, offlayn qilasan, baribir oldimda bo'lganing yaxshi dillada. Keyin men ham bo'ldi dedim. Umuman orqaga qaytganman. Bo'ldi, qatnayman dedim.
Qatnab, albatta u yerda Crocs Fitnessda auditoriya, yangi do'stlar, yangi atletlar, kuchli atletlar bilan birga ishlash, atmosfera juda boshqacha u yerda. Совсем boshqacha. Gryaz yo'q umuman. Hamma bir-biri bilan samimiy. Hamma bir-biri bilan samimiy, bir-biridan o'rganishdan uyalmaydi. Misol uchun, hurmat qiladi bir-birini nimadir qattiq. so'rashdan hech Da, diskussiya qilishdan yo bilim almashinuvdan hech kim tortinmaydi, yo ketidan gapirmaydi u yerda. Men shu narsani ko'rdim u yerda. Balkim bordir, lekin ko'rinmadi. Ko'pchilik bo'lgani uchunmi ko'rinmadi. Imенно o'shunaqa kuchli auditoriya bu. Aynan insonni, mana misol uchun 10 ta o'rtoq bitta davra bo'lib o'tirsa, 9 tasi ichsa, bittasi ichmasa, 10-chisini ichkiza oladi-da. Lekin 9 tasi ichmasa, bittasi ichadigan bo'lsa, olib chiqib ichadigan narsasini qo'ysa, ichimligini 9 tasi yig'ishtir deydi-da. Shunday. U yer xuddi shunaqa auditoriya. Unaqa gryaz yo'q u yerda. Shunday. Ketidan gapirib, boshqa narsa qiladigan. U yerda faqat maqsadi bor, hissiyotga berilmaydigan kuchli bolalar bor u yerda. Atletlar bor. Albatta ustozni boshchiligida. Ahad aka, qanaqa odam? Qanaqa inson? Siz u odam haqida u odamni qanday ko'rasiz? Ahad aka Xudoyorov ustozim menga bir buyuk bir sarkarda timsoldek ko'rinadi menga. Kuchli sarkarda bo'ladi-ku. Hozir o'tgan zamonni sarkardasi qilich, qalqon ko'targan sarkarda bo'ladigan bo'lsa, u kishi hozirgi zamonni sarkardasi, o'zidan yoshlarni tortgan, divandan ko'tini ko'targan yoshlarni, semizlarni divandan ko'tini ko'tarib, zalga olib kelishga majbur qilgan inson deb hisoblayman. Juda bir kuchli inson deb hisoblayman. Jamiyatda o'zini topa olgan, jamiyatda o'zi bilan torta olgan inson deb o'ylayman. Sog'lom turmush tarzi bo'yicha hozirgi zamonda. Chunki hamma narsa sog'lomlikdan boshlanadi. Vatan himoyasi ham, boshqa narsalar ham hamma narsa sog'lom bo'lsa bo'ladi. Sog'lom bo'lmasa, u vatan himoyasiga ham yaramaydi. Nitoshda turib bir joydan bir joyga borishga. Albatta. O'shaning uchun u kishi haqiqatda sizlar biza kamerada yo bu ko'pchilik kamerada ko'rgandan ham hayotda kuchliroq. Hayotda boshqacharoq, Kuchliroq. kuchliroq. Kameradanda kuchliroq. Kamerada ko'rgan boshqa, u kishini hayotda uchratib, hayotda u kishi bilan suhbatlashgan, umuman boshqa. Umuman boshqa emas, o'sha biza bilgan Ahad Xudoyorov ko'pchilik jamiyat bilgan, faqat ekran orqali tanigan yoki onlayn bilgan jamiyatda hayotda offlayn ko'rgan insonni, birga ishlashib ko'rgan, suhbat qilib ko'rgan inson kuchliroq versiyasi. Yana ham kuchliroq kameraga nisbatan. Chunki bo'ladi-ku, baribir sal ramkada gaplashamiz-da, kamerada shunday. Mana misol uchun birinchi podkastim ozgina hayajon bo'ldi, baribir u narsani tan olish kerak. Baribir hayotda siz meni taniysiz, baribir ozmuncha zalda ko'rishganmiz, boshqa qilganmiz. Hayotda baribir kuchliroqman, shogirdlarimga ham sal jo'skiroqman, ko'rgansiz, kuzatgansiz. Shunday. Kamerada baribir inson sal ramkada bo'ladi, ozgina hayajonda bo'ladi, bilmayman. O'shaning uchun u kishi hayotda yana ham kuchliroq, lekin u kishi kameraga hayajonlanmaydi. Kamerani his qilmaydi u kishi. Men shu narsaga qoyil qolaman. Havas qilaman. Shuga. Prosta havas qilaman. Da. Hurmat qilaman juda ham qattiq, chunki men transformatsiyamda hissalari juda katta u kishining. Baribir ustoz kerak-da insonga. Men ham ustozsiz ishlamayman, o'zim mutaxassis bo'lganim. Har bitta kuchli mutaxassisning ortida kuchli nastavniki bo'lishi kerak deb hisoblayman. Albatta. O'zini ustida ishlab yurish uchun ham ustozlar bilan ishlash kerak deb o'ylayman. Mediklar ham davlatlarga boradi-ku, malaka oshirishlarga o'zini ustida ishlash tez boradi. O'ziga rasxod qiladi, bilimiga. Albatta. O'shaning uchun men ham hech qachon murabbiysiz ishlamayman. O'zim murabbiy bo'lsam ham qizig'i, lekin murabbiysiz ishlamayman. Bu narsani men noto'g'ri deb hisoblayman. O'zidan pul ayab, bitta dasturxonda yeb ichib yuborish summasini ayab, bitta murabbiy nanimat qilib o'ziga yonlab, bu narsani men to'g'ri deb hisoblamayman. Uni menga kelinglar, mana odam ko'paysin deyish ma'nosida emas. Ko'pchilik xato qilib qo'yib, sportdan ham ko'ngli qolib ketganlar juda ko'p-da. Sportdan ko'ngli qolib ketganlar. O'shalarni o'zini yo'qotib qo'ymaslik uchun, xato qilib qo'ymaslik uchun baribir mutaxassis bilan qilish kerak deb hisoblayman men. Shunaqa. Demak, inson har doim o'z ustida ishlab borishi kerak.
o'zini bilimini, saviyasini, malakasini oshirib, har doim uni mukammallashtirib boraverishi kerak, to'xtamaslik kerak. Albatta, chunki bizda o'zbeklarimizda bitta naql borki, beshikdan to qabrgacha ilm izladigan. Ilm izla. Beshikdan to qabrgacha ilm izlagan odam baribir Hech qachon qachondir kam bo'lmaydi. hech qachon kam bo'lmaydi va hech qachon o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Shunday. O'zligini yo'qotib qo'ymaydi. Har doim hayotda maqsadi bo'ladi-da. To'xtab qoldingiz, maqsadingiz yo'qolib qoladi. Maqsadingiz yo'qoldimi, qanaqadir bir bekorchilikdan kelib chiqadi noto'g'ri yo'llar. Bekorchilikdan o'tirib qoldingizmi, bo'ldi. Sal qaysidir bir egri yo'llarga kirishga harakat qiladi. Shayton bor-da. Shayton. Shuning uchun har doim maqsad bilan yurish kerak deb hisoblayman men. Mana shu Instagram platformasini kuchli yurgizib, o'sha axbatimni ko'targandan keyin auditoriyada Ahad akam aytdilar-da, Instagram yurgizgandan keyin odamlarning saviyasini ko'raverasan, kulib qo'ydilar-da, tushunmadim birinchi. Kommentariy degan narsa bor-ku. Insonlar kirib, shayton bizni yana kommentariyga chorladi deb boshlaydi-ku. Kommentariyalarga kirib o'qib ko'raverar ekansiz, insonlarning saviyasini qay darajaga. Maqsad deydi. Va bitta videoyimda maqsadli insonlar bilan bitta safda yurgandan xursandman, shunaqa deb gapirganman-da. Endi o'z mazvuchiga berganman. Maqsad nima endi? Samarqanddan Toshkentga qatnab zalga kirib kachatsa qilishmi? Maqsad nima? Shu ham maqsadmi deganda tipa. Tushunasizmi? Ustoz aytgani uchun oddiy qaradim. U kishi ham boshida qattiq tortishganda kommentariyada. Keyin tortishmay qo'ygan. O'shani ko'rib men ham tortishmadim. O'zimga pozolyat qilmadim. Tortishishdi o'sha insonlar bilan. Har xil kommentariyalar ko'raverib, birida kayfiyatingiz ko'tariladi, birida jahlingiz chiqadi, men e'tibor bermayman to'g'risi. Birida bir kulib qo'yasiz. Birida lekin kayfiyat ko'taradi. Ahmoq bilan tortishgan o'zi ahmoq deydi. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Shuning uchun u kommentariyalarga men e'tibor bermayman. Bunday qarab qo'yaman, ana shunaqa inson ekanda deyman-da. Ba'zilarning profiliga kirib ko'raman-da, kommentariy yozganlar. O'sha yozgan kommentariysidan o'zini holatidan xabari yo'q-da. O'zini holatidan xabari yo'q. Yozadi-da ba'zi bir mutaxassislar. Mutaxassis deyman, ularmi? Divanniy kritiki. Da, divanniy kritiki deyman. Yaqinda bitta shogirdim transformatsiyasini qo'ydim. Damir aka degan o'zim shogirdim. Mana shunday qorin bilan kelgandilar-da, 3,5 oy oldin. Mana shuni prям xuddi beremenna ayollarga o'xshardi qorni. Sal ko'targan, yonidan mana shunaqa juda bir xil Photoshop deb o'ylaydi. Photoshop bo'lsa o'sha orqasida shkaf bor, shkaf ham cho'zilib ketishi kerak-da Photoshopda. Shkaf tekis turibdi. Действительно o'zini qornida. 115 kilo bilan keldilar. 3,5 oy ichida 50% men aytgan narsalarga amal qilib, diyetaga 20 kilo tashladilar-da. Qorni kirib ketganda pashti. 50% amal qilib, 50% amal qilib. qilib. 20 kiloga. 3,5 oy ichida. 3,5 oy. Da, u kishini videosi ancha axbat oldi. Adashmasam, bugun ko'rgani 130 mingtami bo'ladi axbat. Yo'q, qoyil qolish kerak. Mana shunday qorin kirib qo'yganda, mana shunday qorin kirgan. Bitta kommentariy yozibdi o'shanga. Bolam bilmayman, kirib ham ko'rmadim profiliga. Endi tug'gandan keyin qorin kiradi deb yozganda. Shu beremenna ayollarga o'xshaydi qorni. Bir kuldimda, keyin kirdimda yozdim. Bizlar dedim, o'zi gapirtirib qo'yadi Alloh. Og'ziga solganda o'sha endi o'sha bolani. Bizlar dedim shunaqa tug'dirib yuboramiz-da dedim. Kelsang dedim. Mana shu divanda o'tirib yozaversang dedim. Semirib kelasan, seni ham tug'dirib yuboramiz dedim. Ishonaverdim. O'sha negativchilarning bori ham yaxshi ekan. Platformani yaxshi yurgizar ekanda ular. Algoritm yaxshi yurar ekan. Kommentariy yozilaveradi, bir-biriga jo'natadi. Kim nimalar qiladi? Men tushunmadim. Bularning safi keng. Men tushunmadim shularning qanaqasiga to'g'ri. Tushunishni ham xohlamayman. Lekin algoritmning yurishiga shular ancha yordam berar ekan. Boringlarga shukr, negativchilar. Yozib turinglar. Yozib turinglar. Biza yana o'zi realniy men tanigan negativchilarimiz ham bordi. Men o'shalarga aytgan bo'lardim, to'shda gapirib emas, amal bilan ko'rsatinglar. Amal bilan. Gapni hamma biladi. Faqat amal bilan, действие bilan ko'rsatinglar. Transformatsiya bo'ladi, boshqa bir qanaqadir natija bo'ladi, natijalarni amal bilan ko'rsatinglar. Gapni hamma biladi. Shuning uchun gapirish bizga yarashmaydi.
Tем более bizani anaqamizga yarashmaydi, sohamizda sportsmen odam jiddiyroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bizga противоположный bo'lgan pol ayollardan sal farqimiz bo'lishi kerakda. O'sha telosложенияsiga соответствовать qilish kerakda uni xarakteri. Lekin afsuski jamiyatimizda shunaqa insonlar ham yo'q emas, bor. Men shu Samarqandga kelganimda bitta inson bor, bu kishini aytib o'tib ketmasam bo'lmaydi-da. Juda qattiq hurmat qilaman o'sha kishini. Mevali daraxtga hamisha tosh otilgan Jahongir deganlar-da o'sha kishi. Keyin endi Samarqandda asosan ko'pchilik tojik tilida gaplashadi-ku. Tojik tilida gaplashadi. Bu narsaga hech qanaqa men pretenziyam ham yo'q yoki nima deydi? Menga hech qanaqa bir plus-minusi ham yo'q. Til bilgan yaxshi, men xohlayman tojik tilini o'rganishni. Lekin endi o'sha yosh 30 ga kirgan sal o'rganish qiyinroq ekanda. Vaqtim ham bo'lmayapti. O'sha kishi boshqa bir kishi bilan, oldimizda turgan kishi bilan tojik tilida gaplashyapti-da, gap boshlab ketdi-da. Shuna gapni tugamasdan to'xtatdi. To'xtang, Jahongir, siz tojik tilini bilasizmi deb so'radi mendan. Yo'q, aka, bilmayman. Dedim, uzr dedi, ming bor uzr dedi. O'sha insonga aytdi, qarang. Bu tilni bilmagan insonning oldida biz o'zimizni tilda gaplashishimiz to'g'ri emas, noto'g'ri. Bu hurmatsizlik, xuddi bir so'kinish bilan barobar narsa. Bu kishidan uzr so'rashimiz kerak edi. Mendan uzr so'radi. Men boshqacha bo'lib ketdim, to'g'risi. Shu kishiga nisbatan hurmatim juda qattiq bo'ldi. Hurmat qildim-da. Shunchalik darajada. Misol uchun o'zlarining tilida gaplashyapti-da, tojik tilida. Suhbatlarni to'xta debdi, keyin o'zbek tilida davom ettirib ketyapti. Men tushunadigan tilda, men o'zbek tilini tushunaman, o'zbek tilida gaplashib ketyapti. U insonni meni hurmat qilishida emas gap, u o'zini hurmat qilishida. Inson avvalo o'zini hurmat qilish kerak-da, birovni hurmat qilishingiz shart emas. Siz o'zingizni hurmat qilsangiz bo'ldi, butun jamiyatni hurmat qilasiz. U boshqa o'ylaydiki, men bilmagan tilda gapirsam, tipa u bilmay qolsin yoki bo'lmasa uni ustidan izdivasiya qilganimday men deb o'ylaydi. Aslida u o'zini izdivasiya qilayotgan bo'ladi. Bizani sportivniy tilda aytganda aqli yetmayotgan bo'ladi. Duxi yetmayotgan bo'ladi. Duxi. Da. Lekin men tojiklarga ham, eronlarga ham, arab, любой millatlarga oq qoraga hurmatim cheksiz. Hammasiga bir xil men uchun inson. Chunki meni otam bunaqa tarbiya qilmagan. Birov gapiryaptimi, kimdir yomonlab, hech qachon unga qo'shilma deganlar. Hech qachon unga qo'shilma degan. Unga qo'shildingmi bo'ldi. O'sha uchinchi shaxsning go'shini yeding degan. Chunki oxiratda ham, qiyomatda ham birovda o'sha g'iybatini qilgan insonni go'shini yegan bilan barobar ekanda. Hamma narsani javob bo'ladi. Men bilishim bo'yicha. Bu gap u birovni kamsitib, boshqa narsa qilishda emas. Bu dunyoda yashab, u yoqda ham unutib qo'yish kerak emas-da, prosta. Albatta. Masalan, shu tomonlari bor-da, albatta. Bizning anaqamizda, dinimizda. Albatta. Dinshunos emasman, lekin bu yog'ini ham qilib, bu yog'ini ham qiladiganlar yo'q emas-da. O'sha именно o'sha gapiradiganlar. Ular gapiraversin. Biz yuksalib ketaveraylik. Biz ishlayveramiz. Biz ishlayveramiz. Amalimizda ko'rsatamiz. Bugungi kunda o'zingizga yarasha internet tarmoqlarida kattagina auditoriyangiz bor. Bodybuilding sohasida erishilgan yutuqlaringiz mana shu bugungi kungacha, mana bu hozir reabilitatsion momentlarda tashqari murabbiy sifatida. Murabbiy sifatida yutuqlarim bor. Xudoga shukr. Bu Samarqand shahrida juda ham влиятельный, o'ziga tinch insonlar bor. Ko'pchiligini transformatsiyasini qo'ya olmaganman. Iltimos qilishgan, to'shto qo'yib o'tirmay, hijolat bo'lishganda o'zlariga tinch insonlar. Ayniqsa men ish faoliyatim kun ertalab sahar boshlanadi. Ertalab sahar 5-6 da zalga boraman-da, eshikni ochib, o'sha xira-shirada kelib ketishadi. O'zlariga tinch влиятельный insonlar kelib ketishadi. O'sha insonlar yaxshigina hayotlari o'zgargan. Ularda yaxshigina transformatsiya qilamiz, qo'ya olmaganman, qo'yganlarim ham bor. Qo'ymoqchi bo'lgan va to'xtab qolganlari ham bor. Chunki qo'ymaganman, chunki ba'zi bir sabablari bo'lgan. Bitta sal ortiqcha gap so'zlar bo'lgani uchun qo'ymaganman o'sha insonlarni. Endi qo'ymoqchi bo'lib turganlarim ham bor. Yaqinda 2-3 tasini chiqardim. Чтобы dalshi tashab ketmasligini bilib chiqardim. Dalshi men bilan ketishini bilib, haqiqatda o'sha transformatsiyasi arzigani uchun qo'ydim o'sha.
insonlarga manfaatli bo'lishi uchun. Ularni ham gaplashib, to'xtang, sizni transformatsiyangiz boshqalarga motivatsiya beradi. Kimnidir divandan ko'tarib olib kelishga bir sababchi bo'lishingiz mumkin. Men oldimga kelish shart emas. Butun O'zbekiston ko'radi bu narsani. Boshqa o'sha o'zining hududidagi zalga chiqib, bironta o'zini hayotini o'zgartirishi mumkin-da. Shunday. Chunki oilasi, erkak kishi va oila boshi bo'ladi, oilasi undan umidvor bo'ladi-da. Shunday. Farzandlari, ota-onasi, ayoli undan umidi katta bo'ladi. Biz oilamiz uchun ham kuchli bo'lishga majburmiz-da. Nimadir baxtsiz hodisa bo'lib qolib, Xudo ko'rsatmasin, farzandimizni ko'tarib nechadir kilometrga yurishga yarashimiz kerak-da. Endi faqat imunda baxtsiz hodisa uchun emas, vatan himoyasi, oila himoyasi, vatan oiladan boshlanadi. O'shalarni himoya qila oladigan darajada bizning kuchimiz bo'lishi kerak. O'shaning uchun ham bu sport bilan shug'ullanish albatta majburiy emas, uni kerak bizga. Muhim. Mana shu travmani bilan kurashish uchun ham, salomatlikni oldini olish uchun ham juda ham muhim. Hayotda har xil qiyinchilikka duch kelishimiz mumkin. Shunaqa. Albatta. O'shalarni onlayn kurs ham ochganman deysiz, to'g'rimi? Onlayn kurs. Onlayn kursda ham hozir anchagina insonlar bilan muloqotda bo'lib, onlayn. Bu yerda ham hozirgi kunda onlayn kursimda 100 dan oshiq bolalar bor. 100 dan oshdi. Onlayn. Respublika bo'yicha? Respublika bo'yicha. Chet davlatlarda yurganlar ham bor. Chet davlatda ham. Shunaqa. Bemalol qilaveradi. Onlayn любой, o'zi dunyoning любой chekkasida qilsa bo'ladi-da. Endi zamon talabi bilan. Zamon talabi. Agar boya aytganingizdek, odamning o'zida xohish bo'lsa bo'ldi. Onlayn darslarda ham o'ziga ancha ko'p narsalarni olsa bo'ladi. Albatta. Yaxshi. Haftasiga 3 marta darslik berib turamiz. Shu split programmada va media bo'limida hamma videolar qo'yilgan, ozuqalar to'g'risida, mahsulotlarni qanaqa tanlash kerak, ularni qanaqa pishirish kerak va texnikalar to'g'risida ham videolar olingan, hammasi qo'yilgan va har hafta boyaga aytganimdek yangi sistema tashlanib turadi. Haftasiga 3 marta. Odamlar bodybuilding sohasini qay darajada qabul qiladi? Nima deb o'ylaysiz? Endi to'g'risini aytish kerak, bugun bizda ba'zi bir odamlar bu sohani endi haqiqiy kasb emas deb o'ylaydi. Shunaqa deb o'ylab yurgan odamlar ham bor-da endi. Mana shu faoliyatingiz davomida qanaqa fikrlar bilan to'qnash kelgansiz? Juda ham ko'p. Juda ham ko'p unaqa nimalar bilan to'qnash kelganman. Hozirgi kunda O'zbekiston aholisining 20% bu sohani tushunib yetyapti. Tushunib yetdi desa ham bo'ladi. Tushunib yetdi. 20%. 20%. Hali 80% aholisi nimaligini tushungani yo'q bu narsani. Odam anatomiyasi bizda nima kutib turibdi kelajakda degan tushuncha yo'q, lekin o'sha 80%ni 60% bolnitsalarda yuribdi, o'chiribdi. Navbat kutib. Lekin aslida o'zi yechim qayerdaligini ular tushunib yetishmayapti. Yechim o'zining qo'lida, harakat qilish kerak. O'sha 60% borgan aholi ham bolnitsada o'chirtga turib, doktorning oldiga kirib olib, назначениесini olib olib, aptekadan любой dorini savdolashmasdan olib olib, amallab lecheniasini qilib olgandan keyin ham doktorning qabuliga kelganda, davolanib bo'lgandan keyin doktor bo'ldi, o'zingni ko'tar. Borib harakatingni qil, sog'lom turmush tarzida yasha, sport bilan shug'ullan deb aytadi. Shunday. Da. Lekin baribir shunda ham bizning insonlarimiz ertalab turib badan tarbiya qilishga ham erinadi yoki sal bo'lsa ham bu ovqatlarni ozgina glikemik indeks degan jadval bor, o'shanga amal qilib sal oqsilni, uglevodini, jirini kunni qaysida to'xtatib, qaysi paytda yeyish kerakligini bilib olganda ham ancha sog'lom turmush tarzi bo'lgan bo'lardi o'sha insonlar uchun. Bilmaganlarga. Bu nimada bizning qabulimizga ko'plab insonlar keladi-da, zalga. Ko'p zalda yurishadi ham shunaqa insonlar. Kelib ham yurishadi. O'zlaricha kim qanaqa dietalar qilishadi, intervalniy goladaniyalar qilishadi, ochlik qilib o'zlarini nima qilishadi. No, sut o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. Shunaqa bitta hodisa bo'ldi. Xo'sh. 5 oy oldin men qabulimda bitta o'rta yoshli 40 plus inson, 50 ga ketayotgan, 50 ga yaqinroq inson qabulim keldi, konsultatsiyamdan o'tdi. Konsultatsiyam polniy inson tanasini qanaqa qurish mumkinligini bazaviy qilib konsultatsiya o'tib berdim. 1 soat vaqtimni ajratdim o'sha insonga. Nimadir olsin, chunki qiziqib keldi-da. Polniy tushuntirib berdim. Somatropin gormoni, o'zining собственный insulin gormonlari, murskoy, jenskiy gormonlar,
glikemik indeks jadvali, belok, jir, uglevod, kilokaloriyalar, CSS to'g'risida bo'lgan tushunchalar berib, ular u kishini bo'y vazni, telosложениyadan kelib chiqib, necha gram oqsil iste'mol qilish kerak, necha gram yog' iste'mol qilish kerak, uglevod iste'mol qanaqa, necha gram iste'mol qilish kerak, suv necha litr ichish kerak normada, u kishiga CSS qancha vaqt urish kerak, nechagacha chiqish kerak, misol uchun minutiga, sekundiga, hammasini по полочкам tushuntirib berganman-da. Xo'sh. U insonda burnida muammo bo'lgan ozgina, lekin o'sha payt juda sog'lom edi o'sha inson. Juda sog'lom edi. Qaysi ma'noda? Yuzida qon bor edi-da. Yuzida qon bor edi. Yaxshigina sog'lom edi. Keyin o'sha inson ketdi-da, yurdi-da, o'sha zalda bir kishi bilan kelib-ketib yurar, sherigi bor edi. Shu 5 oydan keyin kecha yaqinda zalda ko'rib qoldim o'sha kishini. Xo'sh. Birinchi tanimadim. Bu yoqqa o'tib bir kishi enkayib o'tiraveradi, bu yoqqa o'tib juda enkayib o'tiradi, osilib qolganda anaqasi. Yuzlari osilib, rangi qochib qolgan. Bunday oldiga borib, "Brat, assalomu alaykum, yaxshimisiz?" deb, boshini ko'tardi, tanib qoldi. U kishi ham meni tanib qoldi. Sizni tanimabman, o'zgarib ketibsiz" deb qo'ydi. "Ha, transformatsiya qildim." O'sha payt qo'limni ostida yurgan paytlarimda kakras. Men ozgina edim, o'zimdan transformatsiya qilib, o'zimni versiyamni kuchli qilib yaratdim. U kishi o'zini to'kib qo'ygan. Qanaqadir bir intervalni golodaniyalar qilib, kechga ujin qilmayapman, non yemayapman, kechga ujin qilmay qo'ydim deyapti-da. Insonlar bitta narsani tushunib yetishini xohlardim-da men. Yemaslik ham xatoda. Yemaslik ham xato. Ves tashlash uchun ham, ortiqcha yog'lardan xalos bo'lish uchun ham yoki muskul yig'ish uchun ham yeyish ham kerak-da. Bunga ham yeyish kerak. Faqat to'g'ri yeyish kerak. Kilokaloriyasini to'g'ri hisoblash kerak prosta. Umuman yemaslik ham xatoda. Mana yeb yurgan inson tasavvur qiling. Umuman ozish uchun yemasdan qo'ydi-da. Kechga ujin qilmayapman, meva yeyapman debdi. O'sha inson aytibdi. O'zini yo'qotib qo'yganda. Rangi yo'q. Unda bir o'lik odam yurganga o'xshaydi. Osilib qolgan. Lekin qorni ketmagan. Qizig'i. Qorni turibdi. Nimaga qornim ketmaydi debdi. Endi samolecheniya qilganda, Tipa samolecheniya qilganda. Samolecheniya. Kimlarnidir gapiga kirganda, samolecheniya qilgan, bu bolani aytgan qilamanmi deganda, o'sha paytda ayniqsa formam yo'q payt edi-da. Bir soat jon kuydirib, lekin tushuntirganman. Ha, shunaqami deb tushungan odam. Lekin u amal qilmasdan ketib, o'zicha kim nimalar qilgan, kimlardir gapiga kirib, internetdan qanaqadir ma'lumotlar olib dieta qilgan o'zicha. Kechga meva yegan, insulinga aksent berib, mevada fruktoza degan narsa bor-ku, sahar zamestитель. Fruktoza bu odam o'zini o'zi aldash bu. Mevada qancha kilokaloriya bor, undan ko'ra oqsilli biron narsa yegan yaxshi-da, issiq ovqat yegan yaxshi. Oqsilli go'sht. Tushundim. U odam butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan. Mana shunaqa insonlar ko'p, juda ham ko'p. Adashib qoladi qanaqadir. Faqat tosh ko'tarib shug'ullansam bo'ladi, yo bo'lmasa to'g'ri ovqat emas, endi umuman ovqat yemasam ozaman, bo'ldi, demak yemayman-da deb tosh ko'tarib yuraman. Tosh ko'tarib yuraversa agar, bu o'zini xarob qilish deganda, to'g'rimi? Ozg'in bolalar esa bir xil kavichdagi trenerlarda aytganini qilib, sen yeyaver, bir xil yeyaver. Semirib ketasan. Unga semirish nima keragi bor? U naborat ozg'in bolani anaqasi yaxshi-ku, transformatsiyasi zo'r bo'ladi ko'nik. Jir yo'q. Nima qiladi bolaga jir yig'ib? Muskulidan to'g'ri, ozg'in bolani muskulini o'stirish qiyin. Lekin jir bilan o'stirib nima qiladi? Любой narsani yeyaver deb qo'yadi. To'g'ri kelgan. Sen любой narsani yeyaver deb qo'yadi. Ha. Bo'ladi-da, siz yozib berasiz, pol ratsionni. Ana ozg'in bola endi orzularga to'la, kompleksga to'la bo'lib yuradi-ki, tezroq bir kachok bo'lsam, katta narsa bo'lsam deydi-da, bitta ikkita amballarda oldiga borib maslahat olib qo'yadi-da, o'zi ustozi bo'lsa ham maslahat olib qo'yadi-da, tezroq katta bo'lay deydi-da. Va sen любой narsani yeyaver deb qo'yadi, ambal bo'ldi. Bu yoqda ana qo'lini osib yurgan, mana bu yerda shuncha bilim turgan, praktika turgan insonni gapi kirmaydi bu. Insonni gapi kirmaydi uning qo'liga. Eng achinarlisi ham ular uchun, men uchun emas. Men rizqim Allohdan. Men hech qachon qo'limdan shogird ketib qolishidan, boshqa narsa qilishdan hech qachon qo'rqmayman. Uyimda o'tirsam ham och qolmayman, chunki men Allohga tavakkal qilgan bo'laman. Rizqim chunki Allohdanman. Nima deb o'ylaysiz? Zalga asosan qatnab, yoshidan qat'iy nazar, xoh yosh bo'lsin, xoh yoshi o'rta yoshda yo bo'lmasa katta yoshli insonlarda
Asosan maqsad shu qatnashdan, kelishdan nima bo'ladi? O'zi uchun shug'ullanishmi yo bo'lmasa kimgadir nimanidir dokazat qilish uchunmi? Zalga ko'pincha boshi devorga urilgandan keyin keladi. Boyagi siz aytgandek, qanaqadir kimdir yoshlar qizini yo'qotib qo'yadi, yaxshi ko'rgan. Yoki bo'lmasa qanaqadir yoshi katta inson. Men даже bemalol ayta olaman, 18 plusda ham, 16 plusda ham o'zimning ukalarim bor, tikda. Semirib ketgan yoshligida semizlikda o'tkazib qo'yganda maktab davrida. Qo'nchiq bolachalar oz ko'p-ku. Chunki demak ko'p sahr ko'p, oz shakar ko'p. O'shani hisobiga yoshlik davrini semizlikda o'tkazib, ayni rivojlanadigan, testosteron, erkaklik gormoni rivojlanadigan, qo'pol qilib aytganda olati rivojlanadigan paytida semizlikda o'tkazib qo'yapti. Semizlik bu o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham to'g'ri kelmaydi gormonlarga. Teskari vilyat qilib qo'yadi. Qizlarda muskul gormonni ko'tarib rivojlantirib qo'yadi. Qo'nchiq bo'ladi, bo'ylovchalik, qo'llarda tuki bor, uni kelajakda farzand ko'rish qiyin bo'lib qoladi. Folikulasini yorilish qiyin bo'lib qoladi. U отдельно juda katta tema. Folikulometriya degan tema bor. Hozirgi yoshlarda, yosh qizlarda, yosh kelinchaklarda ham bo'layotgan juda ko'p muammo, katta muammo bu. Yoshligida semiz o'tkazib qo'ygan davrini keyin kelajakda turmush qurgandan keyin farzand ko'rish qiyin bo'ladi. O'g'il bolalarda teskarisi. Intim hayotga past bo'ladi anaqasi. Pasayib ketadi. Yoshlik paytida o'sha maktab davrida ponchik bo'lib semizlik davrida o'tkazib qo'ygan bo'ladi-da, o'sha aktivni tushib ketadi. Aka deydi, keladi-da, indamay qoladi. Nima gap? Gapir endi. Desangiz, to'g'risini aytayman, aytmasam bo'lmaydi. Endi bizni sohada sal uyat chekkaga surib qo'yamiz-da. Bordim-da deydi. Qayoqqa bording? Shu yoqqa bordim-da deydi. Bo'lmadi aka deydi. Ishlamadi deydi. Yosh yigit. Mendan 5-6 yoshlar, 10 yoshlar kichkina bolalar ishlamadi deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Katastrofa emasmi? Uylanmagan bola. Ishlamadi deydi. Testosteron 0 bo'lib qolgan. Ereksiya yo'q. Katastrofa-ku bu. Keyin zalga chiqishni boshlaydi. Zaldan umid qiladi, boyagi aytganingizdek, sehrli narsa kutadi zalda. Xuddi zal trener unga sehrli narsa qilib beradi deb o'ylaydi. To'g'ri, trenerda har xili bor. To'g'ri yo'nalish bergan trener bilan formasini chiroyli qilish mumkin. Lekin hammasida maqsad bitta, harakat. Harakat, kilokaloriyani yoqish. Prosta o'sha trener kilokaloriyani qay darajada programmasi qay darajada yoqadi va unga qay darajada qanaqa to'g'ri pitaniya tuzib bergan uni ratsioniga. Chunki u sarfiga nisbatan kamroq yeyish kerak, чтобы energiyani jiridan olish uchun, ozish uchun o'sha bola. Ko'plab ayollar eridan g'alaba qila olmaydi. Siz misol uchun ayolingiz sizdan g'alaba qiladi deb o'ylaysizmi? Qorningiz katta bo'lsa. Dardi ichida bo'ladi, ishoning. Dardi ichida bo'ladi. Mana oxirgi nimada internet tarmog'ida ancha ahvat kengayib, Xudoga shukr, ko'plab insonlar murojaat qilyapti-da, kuniga 20-30 talab xabar keladi. Men 100 talab, 1000 talab demayman. 20-30 ta konkretniy savollar keladi, konkretniy. Kamida kuniga. Ayollar dardi ichida. Ayol kishi telefon qiladi, yozadi. Mana shunaqa uy sharoitida qorinni yo'qotishni qanday yo'li bor deb so'raydi. Men o'ziga so'rayapti deb o'ylayman. Lekin 50% turmush o'rtog'iga so'rayotgan bo'lar ekan-da aslida. Aslida telefon qiladi yoki Telegramdan kontakt nomerim bor profilda. Telegramdan yozishadi, avdio xabar jo'natishadi. Nimaga desam, turmush o'rtog'imga, erimga deydi. Erimga so'rayman deydi. Ha, eringiz o'zi murojaat qilsin deydi. Birinchi hayron qolasiz-da, gap o'tyapti deb o'ylaysiz-da. Eringiz o'zi murojaat qilsin, o'sha kerak odam o'zi xohlab qilsin u narsani. Siz majburlaganingiz bilan o'zida xohish bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'q, yaxshi, hammasi normal, o'zini yaxshi his qilyapti, kasal emas deydi. Xalaqit beryapti-da deydi. Demak, erkaklarimiz o'zini ko'tarish kerak, sal o'zidan xabar olish kerak. Endi tasavvur qiling, bir 100 kilolik qiz sizni ustingizga chiqib olsa,
o'zingiz qanaqa his qilasiz? Chiroyli formadasiz. Normal formangiz. Mana qiz bola shogirdlarim keladi-da, semiz. Men aytaman-da, qanaqa bola xohlaysan deyman. Chiroyli, qaddi qomat kelishgan, aqlli, xushli, mana shunaqa xohlayman deydi-da. O'zing oynada ko'rganmisan deyman. O'zingga qara deyman oynaga. Semiz bolalarga aytaman. Sen deyman, qanaqa qiz xohlaysan uylanishda? Chiroyli, qaddi qomati kelishgan qizga uylanish xohlayman deydi bola aytadi. Endi sen tasavvur qil deyman. Sen besing 120 kilo, 100 kilo, ha? Semizsan. Semiz qiz xohlaysanmi? Yo'q, menga semiz qiz kerak emas. O'sha narsa turtki beradi insonlarga zalga kelishga. Asosan. Prosta qiyin boshi devorga urib yoki butunlay sog'lig'ini yo'qotmasdan kelib, sog'lig'idan xabar olib, o'zini sog'lig'ini ukrepit qilib turish juda qiyin insonlarga. Men aytaman-da, butunlay yo'qotishing shartmi sog'lig'ingni? Yoki bir kimdir senga turtki berib, jalva berish shartmi? Bironta anaqa deyman-da. Bir achinarlisi ham shu yerda-da. Uydagilaringizni, ota-onangiz bugungi kunda hozirgi kasbingizga munosabatlari qanday? Endi o'sha munosabat o'zgarib qoldimi, yo'qmi? Hozirgi kunda o'zgargan munosabatlar. O'zgargan. Natijadan keyin. Natijani ko'rishgandan keyin. Da, natijani ko'rishgandan keyin. Atak men yoshligimdan mana shu aktyorlik sohasiga qiziqqan dedim-ku, o'sha aktyorlik sohasiga qiziqqan nimalarimga ham juda qattiq qarshilik qilishgan. Nima soha, nima yo'nalish, hayotim davomida nima tanlov qilmoqchi bo'lsam, juda ko'plab qarshiliklarga uchraganman men. Ota-onam tomonidan. Ota-onangiz tomonidan. Da. Juda komplekslarga ko'milib, orzularga yetish qiyin bo'lgan ozgina. Shu yo'llarimni topib olishim qiyin bo'lgan. Sport sohasida ham ketaman deganman. Boshqa yana soha ham tanlab ko'rganman, boshqa qilganman, shu harakat qilganman, to'shda o'zimni topib olish uchun. Ancha juda ko'p men shunda ketaman, shunda ishlayman, shu ishni qilaman yoki chetga borib ishlayman degan paytlarim ham litseyni bitirib, shu majburiy ta'lim bo'ladi-ku. O'sha paytlar litsey bo'lardi. 9-klassdan keyin 3 yillik majburiy. 3 yillik. O'sha bitirgandan keyin ham chet elga ketaman, misol uchun Koreyaga ketaman, koreys tilini o'rganib. O'sha paytlar ketgan insonlar bo'lgan, yosh o'rtoqlarim bo'lgan. O'zlarini topib olishgan. Endi o'sha paytlari chet mamlakatlarda ishlab yaxshigina oyliklar olishardi o'sha paytlar. Hozir kunda o'rtoqlarim bor, ancha o'zlarini tiklab olishganda. Shaharda uyi bor, mashinalari bor. Juda ko'plab qarshiliklarga uchraganman, to'g'risini aytsam. Hozir mana shu fursatdan foydalanib ota-onalarga farzandinglarni umrini bog'lab qo'ymaslikni maslahat berardim. Ozgina bo'sh qo'yish kerak bolani. Ozgina, чтобы o'zini topib olsin. O'zini topa olmasa, u vaqt yo'qotib qo'yadi. Chunki vaqtdan qimmatliroq narsa yo'q bu dunyoda. Vaqtdan qimmatliroq narsa yo'q. Bu sohaga kirganimda ham bu sohada nima qilasan ishlab, davlat ishida ishlab, to'g'ri, ota-ona hech qachon farzandga yomon bo'l demaydi. Boyagidek nima deydi? Qattiq xavotir olishadi-da. Hech qattiq xavotir olishadi. Farzandni ozgina bolani bo'sh qo'yish kerak. Чтобы o'zini topib olishi uchun. Kasbini tanlab olishi uchun. Пожалуйста, ota-onalar agar farzandinglarga yordam bermoqchi bo'lsanglar, maktabda o'qib yurgan paytida davlatni 3 oylik yozgi ta'tili bor. O'sha yozgi ta'tilida kasbga qo'yinglar, hunarga qo'yinglar, o'zini topib olsin. Kimdir sartaroshga qo'ysin, kimdir oshpazni yoniga qo'ysin, duradgorni yoniga qo'ysin. Bola o'zini topib olsin. 9 yil mobaynida, mayli, boshlang'ich ta'limni olib tashlasak, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf, hozir 10-11 ham bor. 7 ta imkoniyat bor. 7 ta kasbga har yili sezonda bersanglar, bola o'zinikini topib oladi. Ustozdan so'rab olsanglar bo'ladi. Baribir ustoz ham katta rol o'ynaydi bolani o'zini hayotda topib olishiga. O'sha bola kasbni sevib bajaryaptimi? Xo'sh sportchi bo'lsin, xo'sh boshqa kasb egasi bo'lsin, bu o'sha bolani o'sha yerga yo'naltirish kerak. Qo'llab-quvvatlash kerak. Bolani genetikasi o'shanga layoqati bor, o'sha sohani olib ketishga. Rizq Allohdan, o'sha sohasini yaxshi ko'rsa ham nasibasini oladi. Harakatini, sababini qilsak bo'ldi, halol ijro etsak bo'ldi, glавный.
harakatini qilib. Prosta farzandlarni ko'p vaqtini bular bo'lmas qo'shimchalar bilan tiqib tashlaydi-da. Majburiy qanaqadir. O'zlari xohlagan bir narsalarga berishadimi? Da, fanlar, qo'shimcha fanlar. Men qo'shimchaga umuman bormaganman bashta. Deyarli. 1-2 oy borganman, deyarli bormaganman qo'shimchaga. Institutga ham fizika, matematikada o'qiysan, o'zi sportsmenman. Fizika, matematikada o'qiysan, texnik universitetga kirasan. Bo'ldi, все. Bo'ldi. Men fizika, matematikada o'qiganman, shu maktab standarti bo'yicha o'qiganman. O'rtoqlarim soati $20, $25 kurslarga borardi, qo'shimchalarga o'sha paytlar. Men umuman qo'shimchaga bormaganman. Prosta o'sha davlat bergan kitobdan o'qiganman, shu institut topshirishim kerak ekanda. Kontrakt asosida kirganman o'qishga. 1-yilda o'zida. 1-yil. Da, odamlar kurslarga berib, yana anaqa pul berib, qanaqadir nimalarni o'qishga kirgizadi farzandlar. Men prosta tak qilganman o narsani. Любой narsani hayotda prosta tak qilasiz-ku. Qanaqa? Oldingiz, maqsad qo'ydingiz, bajardingiz. Hammaga maqsadda-da. Prosta hozirgi bolalarda ham ko'pchiligi maqsadsiz bo'lib qolgan, maqsadi yo'q. Sborniyda qatnashardik taekvondodan o'sha paytlari. Javlon akam rahmatli ustozim, fursatdan foydalanib eslab qolay. Rahmatli Javlon aka ustozim bo'lgan ITFdan o'sha bolalar o'rtasida respublika chempioni qilgan 6 oy ichida men o'sha taekvondodan juda zo'r kuchli murabbiy bo'lgan. Qalbimizda qolib ketdi u kishi. Rahmatli bo'lib ketdi. Mashg'ulot paytida umurtqalaridan sinib 8 oy to'shakda yotdilarda. Juda katta yo'qotish bo'ldi bizda. O'shandan keyin men taekvondoni tark etganman o'shandan keyin. Taekvondoda ITF, VTF, o'zbek jang san'ati bo'yicha ta'lim berganda bizga shu payt. Keyin taekvondoni tark etib, kitboksga o'tib ketganman shu payt. Toshkentga ketib, keyin sborniga o'tib, umrimiz shunaqa ketgan. Bugungi kunda mana bugun umuman hayotingizdan, qilayotgan ishlaringizdan, kasbingizdan xursandmisiz, baxtlimisiz? Albatta baxtliman bu kasbda bo'lganimda. Chunki bu kasbni boya aytganimda, yana o'sha nimaga temaga qaytamiz. Men yaxshi ko'rib bajaraman bu kasbni. Ertalab turaman, zalga shoshilib kelaman. To'g'ri, ba'zida uxlab qolaman, bo'ladi. Shogirdlarim bor, arazlab qolishadi. Nozik shogirdlarim bor, yelkatoy shogirdlarim bor, eski shogirdlarim. Ba'zida uxlab qolaman, shoshib kelaman zalga. Har kuni zalda atmosferasiga shoshib kelaman. Bugun mana shu mashg'ulotni qilaman deb, misol uchun oyog'imga ishlayman, bugun yoki bo'lmasa gavdamga ishlayman deb rejalashtirib, bir alohida bir xuddi bir bayramga tayyorlanganday boraman. Chunki yaxshi ko'raman shu kasbni. O'zgarayotgan, o'zini ustida ishlayotgan, qattiq o'zini ustida ishlayotgan shogirdlarimni oldiga tezroq borishga harakat qilaman. Ularni kuzatishga, ularga maksimal darajada mas'uliyatli qarashga harakat qilaman, chunki u o'zgaryapti, buni o'zini ustida ishlayapti, qattiq harakat qilyapti deyman-da. Buni natijasini chiqarish kerak tezroq deyman. Chunki haykaltarosh ham bitta to'nkadan yoki toshdan haykal yasab mazza qiladi. Men bitta insondan chiroyli figura yasab mazza qilaman. Men ham как бы insonlar ustidagi skulptorman-da. Haykaltarosh bilan bizning kasbimiz qaysidir ma'noda risonik jihatdan bir xil-da. Risonik jihatdan bir xil. Prosta u o'zi qiladi, yasaydi. Biz prosta to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri programma berib, to'g'ri intizom berib, shunga intizom bilan amal qilsa, formasi shunaqa o'zini genetikasidan kelib chiqib ochiladi. Men transformatsiya qildim-a? Yuzlab yoshlar yozyapti, yuzlab. Shu paytgacha mana shu transformatsiyamizni 16-da qo'ygan bo'lsak, ya'ni yarim oy, 20 kundan beri yuzlab yoshlar yozdi. Sizga qiziqaman, sizdek bo'lmoqchiman, boshqa. Lekin o'sha zalga ham kelgani yo'q, 50%. To'g'risini aytaman, 50% zalga ham kelgani yo'q yozganlar. 25% narx-navosidan keyin o'zgaradi yoki bo'lmasa o'ylanib qoladi. Xuddi bu narsa tekindek. Zalni ichidami deb qo'yadi. Zalda abonentskisidan ichidami deb qo'yadi, trenerskiy. Misol uchun-da. Arzon
trener arzon, mutaxassis, arzon narsa qidirishadi odamlar. Arzon narsa. O'zi aslida o'ylab qaraganda 4 ta og'ayni o'tirib yeb ichaveradigan summa o'zi. Lekin undan ham arzon qidiradi. Xuddi bir anaqa trener tekin xizmat qilish kerak ularga. Uni o'tgan davrlar o'tib ketdi. U 5000 dan yig'ib trenirovka qiladigan davrlar o'tib ketdi u davrlar. Hozir zamon rivojlanyapti. Albatta. Boya so'raganingizda o'sha o'qigan o'qishim, ular hammasi xarajat, hammasi pul uni. Albatta. O'zini ustida ishlash, boshqa qilish, mutaxassislar bilan. Men faqat O'zbekistonda mutaxassislar bilan ishlamayman. Rossiyadagi Vladimir Lapindan kurs sotib olganman. Amerikada Mike Ahyorn degan atlet bor. Adashmasam hozirgi kunda 57 yoshga kirdi, formasi, lekin hozirgi uncha 20 yoshlar, 30 yoshlar atletlarnikidan chiroyli. Yosh ko'rinadi. Doim yosh ko'rinadi. O'sha kishini Instagram platformasidagi platniy kanaliga a'zoman. Misol uchun, Zicharlis Glestikiga xarajat qilaman har oy. Har oy mana shu ustozlarimga, meni ko'rmagan ustozlarimga ham xarajat qilaman. Programma sotib olaman, sistema sotib olaman, o'rganaman yangi narsa. Chunki odam anatomiyasi haligacha o'rganilmoqda. Haligacha uni ustida ishlanadi. Bu sohada ham, fitness sohasida ham odam anatomiyasiga bog'liq bo'lganidek haligacha rivojlanadi, haligacha yangi bilimlar bor, yangi sistemalar, yangi malakali yo'llar bor. O'shalar o'rganiladi, haligacha o'rganib kelyapmiz. Misol uchun. Shuning uchun inson o'zini ustida ishlashdan to'xtab qolish kerak emas. O'zini ustida ishlayotgan mutaxassisni finansirat qilishdan qo'rqish kerak emas. Salgina boshqa trenerga nisbatan qimmatroq bo'lsa, arzoniga uchish kerak emas. O'sha arzon trenerda ham ayb yo'qda. Inson majbur o'zining narxini tushirishga. Insonlar chunki olmayapti. Keyin undan talab qiladi, natija bo'lmadi-ku deydi. Qayerda natija bo'lsin, sen kamgina pul bersang, o'zing ustida qanday ishlaydi u? Yeb ichadimi yoki sportning добавкасini oladimi, kiyinadimi, oilasiga olib boradimi, ijarada tursa ijarasiga to'laydimi u? Uni muammosi yo'qmi misol uchun? Arzon trener izlash kerak emas. O'zini naborot o'shani finansirat qilish kerak. Kerak bo'lsa. O'sha ishlayotgan zalda egasimi misol uchun. Bu narsa juda og'ir temaki, kamdan kam holatlarda bu narsa bo'lishi mumkin, lekin meni rejamda bor bu narsa. Chunki askar yo'qki general bo'lishni orzu qilmaydigan. Men shu sohadamanmi, shu sohani baribir o'zimning kelajagimda proyektlarim bor, xudo xolisa. Imminda mana shu kamchiliklarga yopish niyatim bor mana shu mutaxassislarga o'zimda. Men bilan birga ishlaydigan, qo'limda ishlaydigan emas, men bilan birga ishlaydigan bir safda. Chunki hozirgi kunda rahbar kerak emas, oldin ham kerak bo'lmagan. Urush davrida ham lider kerak. Rahbar hech kimga kerak emas. Sarkarda kerak. Lider kerak. Rahbar hech kimga yoqmagan, bundan keyin ham yoqmaydi. Lider kerak, o'zi bilan birga tortadigan. Aravaga o'tirib olib ximich bilan urib hayda deydigan rahbar kerak emas hech kimga. Afsuski juda ko'p unaqa insonlar olg'a yuradigan lider. O'zi bilan tortadigan sarkarda kerak, lider kerak. O'shanaqa lider bo'lsa, orqasidan yuradi o'sha. Xodimlar bo'ladimi xuddi. O'zi bilan birga bir safda ishlaydigan. O'zingizni 10 yildan keyin qayerda va kim bo'lib tasavvur qilasiz? O'zimni 10 yildan keyin albatta o'zimni sohamda mukammal mutaxassis sifatida o'sha jahon standartlariga javob bera oladigan va albatta o'sha jahonda tanilgan mashhur hozirgi kunda ko'pchilik kuzatadigan murabbiylar bilan bir davrada kerak bo'lsa 1 yilda bir marta bo'lsa ham o'tirib bir konferensiya o'tkazib o'zimni ustimda ishlab ular bilan bilim almashinib, muloqot qilib, ular bilan hozirgi kunda onlayn bo'lsa, keyinchalik offlayn kontakt o'rnatib, o'zim ustimda ham dunyo kezib, o'zimni ustimda ishlab, mana shu sohamda mana bu soha insonlarning salomatligini saqlash va sog'lom turmush tarziga chorlash bo'ladigan bo'lsa, mana hozirgi zamonda klinikalar rivojlangan. Juda ham. Davlat nimalardan ko'ra xususiy klinikalar juda ham ko'p. Ya'ni insonlar davolaydigan joylar ko'p. U yer o'z og'zi bilan insonlarni davolaydigan joy. Insonlarni dal sog'lom olib ketishga javob bermaydi. Bizani maskanimiz insonlarni sog'lom ushlab turish. Men o'zimni
hech qaysi doktordan past hisoblamayman urvinimni. Doktorni urvini bilan bitta urvinda hisoblayman o'zim. Lekin doktorlarga hurmatim cheksiz. Просто men meditsinskiy образованиеga ega mutaxassis emasman va Gippokrat qasamini ichmaganman. Просто mana shu sohamga vijdonan maksimal darajada vijdonan amal qilishga harakat qilaman. Chunki bitta inson menga salomatligini to'liq ishonib topshiradi va men o'sha insonni sog'lom doktorga boradigan yo'lni shlagbaum bilan yopib qo'yaman. Bormasligi uchun, sog'lom yashashligi uchun. Просто ba'zi bir insonlar o'sha shlagbaumdan sakrab o'tishni yaxshi ko'radi-da. Har xil parollarga ulanib, boya aytganimdek, bittikda amballarga yoki bittikda boshqa samolecheniyalar qilib, bittikda boshqa mutaxassislarni ham aytganiga internetdan ko'rib kelib, mana bunaqa qarang, mana bunaqa ekan, mana bunaqa qarang, mana bunaqa ekan, sabr degan narsa yo'qda. O'shanaqa ikkita daryohni birlashtirib klinikani ichida yoki sport zalda ichida klinika qilib mana shunaqa maskan ochish. Ya'ni ham klinika bo'lsin, ham sport zal bo'lsin. Чистый оздоровительный kompleks. U klinikada hamma kerakli mutaxassislar, doktorlar, klinika, konkretniy klinika и sport zali bilan birgalikda bo'lgan. Sportivno-оздоровительный реабилитационный центр. Да, o'shanaqa markaz ochish niyatim bor. Faqatgina baxtsiz hodisa bilan kelsin mana shu klinikaga и faqat analiz topshirib, o'zidan xabar olib turadigan, mana shu sport zaldan chiqib, o'zidan xabar olib turish uchun yoki massaj olish uchun deylik, yoki bo'lmasa bir boshqa muolajalar qilish uchun, o'zini sog'lom ushlab turish uchun qiladigan ana shunaqa ikkita yo'nalish bilan keladigan dargoh ochish niyatim bor. So'ngida bir qanaqadir tilaklaringiz bo'ladimi? Bizni tinglab yo ko'rib turgan muxlislarga. Albatta, takliflar uchun katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Mazmunli suhbat, manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Bizani kuzatib borayotgan kuzatuvchilarga ham ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Hech qachon hayot yo'lingizda tanlovdan adashmanglar. Eng muhimi shu, tanlovda adashmaslik. Chunki tanlovda adashsak, vaqt yo'qotib qo'yar ekanmiz. Eng qimmatli bo'lgan vaqtimizni, umrimizni yo'qotib qo'yar ekanmiz. Mana shunaqa. Tanlovda adashmanglar, salomat bo'linglar, rahmat. Sog' bo'ling, rahmat.